Assalomu alaykum Instagram obunachilarimiz. Bizlar shunchaki qo'shiq aytmaymiz, lekin qo'shiqda aytganimizni yuragidan sug'urib taylaydigan darajada aytamiz. Demak, bu qo'shig'imiz qanaqa qo'shiq bo'ladi? Va qisqa va lo'nda qilib aytamiz. Demak, videoga like bosib, videoni tanishlariga jo'natib qo'yamiz va obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Let's go. Bor degan qo'shiqni birgalikda aytib ko'ramiz. Go. Ishqingda telbayul devona, nahot endi bo'ldik men begona, axir o'zing qalbimda yagona parvona. Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni mendan ham kuchliroq, kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqi bemor. Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni mendan ham kuchliroq, kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqi bemor. Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni mendan ham kuchliroq, kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqi bemor. Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni mendan ham kuchliroq, kerakmi senga mendayin telbaroq oshiqi bemor. Videoga like bosib, videoni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yib, bundan keyingi chiqadigan yangi qo'shiqlarimizni va albatta shu qo'shiqda popuri qilinganini to'lig'ini eshitish uchun menga obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchidan sizlar ko'rasizlar va albatta like bosib, kommentga qanaqa qo'shiq aytishimni, keyingi safar qanaqa qo'shiq aytishimni yozib qo'ysanglar, harakat qilaman yodlashga va albatta sizlarni xursand qilishga harakat qilaman. Demak, hammaga omad. Let's go.